Men yosh imom bo'lganman-da, bola tarbiyasi haqida gapirishdan rosa uyalar edim. Gapirishdan oldin mana shu minbarda qo'limni ko'ksimga qo'yib, otaxonlar kechirasizlar, shu haqida ma'ruza qilishim kerak ekan. Men kitobdagini aytib beryapman, xolos. Men o'zim hali bir bolani tarbiya qilganim yo'q. Menda o'zimda hali men muhtojman. Bu yerda 10 talab bolasini tarbiya qilgan, nabirasini tarbiya qilgan odamlar o'tiribsizlar. Meni kechiringlar deb gapirar edik. Gapimiz ham o'ziga yarasha edi, dunyo qarashi ham o'ziga yarasha edi. Yillar o'tib, men o'zim bobo bo'lib, hozir nabirali bo'lib, bir nechta kelin va nabiralar ko'rganimdan keyin o'sha mavzuda gapirsam boshqacha gapiryapman. Chunki boshimdan o'tdi. Ko'zim bilan ko'rgan narsamni gapiryapman. U boshqacharoq bo'ladi. Hali o'zi tajribadan o'tkazmasdan turib gapiradigan psixologlar tiqilib ketdi hozir. Kichkina yosh qizlar chiqib olib turib, qayinna bilan munosabatda gapiryapti. Qayningiz u qilmasin, sizni bu qilmasin. Sen o'zing oldin qaynona bo'l, qizim. Katta bo'l, kelin ol, ko'r munosabatda. Seni g'arbona psixologiyani bizga keragi yo'q. Qaynonani kelin bilan munosabatida aralashishga haqqi yo'q deyapti. Qani bunda bizni millatligimiz, qani bizni o'zbekchiligimiz, qani bizni kanvoyi onalarimiz, u o'zini kelini yoqda tursin, qo'shnini keliniga ham aralashgan. Sal noto'g'ri harakat qilsa chaqirgan, "Ey bolam, bu yoqqa keling, qizim, nima bo'lyapti sizga? Nima eshigingizni supurmayapsiz? Nimaga o'zingiz yurish turishingiz boshqacha?" Ha, xo'p deyilgan. Ana bunaqa qilish kerak. Shuning uchun men bugun aytayapmanki, mana yoshlarga, ehtimol hozir siz bu gaplarni tushunmassiz. Lekin yoshingiz katta bo'lib, bola chaqali bo'lib, nabirali bo'lganda o'shinda aytadi, "Ha, eskilar to'g'ri gapirgan ekan." Aytadi-ku, bola deydi, yoshlik mahalda shu 5-6 yasharligida uning uchun eng aqlli, eng baquvvat otasi ko'rinar ekan. Otam aqllik, otam kuchlik deydi ekan. Bir 10-15 yashar bo'lib voyaga yeta boshlayotganda ovozi do'ng'illab qolgan mahalda aytar ekanki, endi otam ham shu oddiy sodda odamni men bilganchalik biladi-da der ekan. O'qib o'qishlarga o'tib katta bo'lib qolgandan keyin endi otam sodda o'qimagan, endi menchalik hech narsani bilmaydi, hech narsaga aqli yetmaydi, xo'p deb qo'yaveramizda der ekan. Yoshi katta bo'lib otasi o'tib ketganda, o'zi bir 50-60 ga kirganda aytar ekanki, meni otam juda olim odam edi ekan deydi. Chunki endi ko'rdi-da bu narsani. Shuning uchun azizlar, bugun biz farzandlarimizni baxtli, saodatli qilishlik uchun o'zimiz namuna bo'lishimiz kerak. Bu gapni men kattalarga aytmoqchi emasman. Siz bu jarayonda bosib o'tgan insonsizlar. Siz yoshlarga aytyapman. Hozir mana 4-5 yashar, 10 yashar, 15 yashar bolangiz borlarga aytyapman. Bu kattalar o'zi maktab, men aytdim. Unga hozir bu gaplar sizga taalluqli. Siz hozir e'tibor bering. Kech qolmaslik uchun hozir siz hozirdan bolangizni rozgo'ylikka o'rgating. Uyingizga birov chaqirib kelsa, uyda o'tirib yo'q deb qo'y demang. Bu kasallik 100% hammada. Uyda o'tiribdi. Birov chaqirsa, yo'q deb qo'y deydi. Haliga kichkina bola chiqib uyda o'tirgan otasini yo'q deydi. Ha, u bola keyin qalbiga kirib qoldi. Ha, demak, vaqti kelganda yolg'on gapirsa bo'lar ekan. Otam aytdi-ku deydi. Keyin ertasiga bolangizga bir narsani qilmasa, nimaga yolg'on gapirding deb qanday tarbiya qilasiz? O'zi kecha o'rgatib qo'ydingiz. Shuning uchun biz o'zimiz namuna bo'lishimiz kerak. Ana o'shanda farzandlarimiz biz kutgandan ziyoda tarbiyali bo'ladi.